Qoshim. Uzr. Shohim, uyimni tarakan bosdi. Bir yordamingiz kerak edi. Shukr qilingiz, mep bosmabdir. Xo'sh, nima bo'ldi? Uyimni tarakan bosdi. Tushunmadim. Malika Dilozor beparosatmi? Hali malikam yo'q. Bo'ydoqmisiz? Menga qarang, shahzodam. Hattoki atom bombasi ham tarakanlarni yo'q qila olmagan. Hattoki muzlik davrida ham butun nabobot, hayvonot olamni qirilib ketgan, lekin tarakan tirik qolib, ko'payish xususiyatiga ega bo'lgan. Tushundingizmi? Men sizga yaxshisi bitta lifehack aytaman, diqqat qilursiz. Xo'sh. Hozir sirrochli dorixonaga borursiz. Borni parashok olib, uyga kelib faqat kulrang tovuqni tuxumidan topursiz. Nega kulrang tovuqni? Sizni uyingizda kulrang tovuqdan boshqasini ko'rmadim. Va tuxumni yaxshilab qaynatib, uni sariq joyini olursiz. Oqinichi. Oqini yevorsangiz ham bo'laveradi. Keyin tuxumni sarig'iga borni parashokni aralashtirib, tarakanlar keladigan to'mli joylarga qo'yib chiqursiz. Natijada tuxumni hidini olgan tarakanlar murmaloqday yopishib kelib, doridan to'yib yur. 2 daqiqadan keyin natijasini ko'rursiz. Tarakanlarning jig'ildoni qaynab, ko'zlarining atrofi qizarib, qon bosimi oshib, miri chiqib qoladi. Nima qilishini bilmasdan, o'zini qo'yarga joy topolmasdan, chiqish eshigining oldiga hammasi o'zini uradur. O'shanda chaqqonlik bilan, epchillik bilan borib eshikni ochib, tarakanlarni chiqarib olasiz, qutulasiz. Rahmat. Ofarin. Tasanno. Sallamno deyapman-ku, shohim. Sallamno deyapman. Qani boringiz. Rahmat. Jo'ja kalla.